Assalomu alaykum rahmatulloh. Yaxshimisizlar qizlar, salomatmisizlar? Muolajalarimiz davom etyapti. Hop, bu bemorimizda ikkinchi lecheniyalari xolesterin juda ham ko'p chiqqan edi birinchi lecheniylarida. Hozir ikkinchisiga taklif qilgandik. Mashalloh ancha o'zgarish bor. Bu safar oyoqlari bilan ham ishladik. Zilola qochib turing. Hop, keyingi bemorimiz 3 yildan beri meni klientim bilan o'zi onalari bilan kelibdilar. Ularga ham inshaalloh hajm muolajasini qilamiz. Ko'z, nazar, sehr nuqtalari bilan birgalikda ishlaymiz. Keyingi muolajamiz inshaalloh, ya'ni keyingi bemorimiz Madina qochib turing. 3-chilik yotgan bemorimiz. Ular inshaalloh ertaga Saudiyaga o'qishga ketadilar. O'qishga ketishlaridan oldin muolajaga kelmoqchi ekanlar. Inshaalloh chiroyli nuqtalari bilan ular bilan ishlaymiz. Organizmni toksinlardan xalos qilib, detoks nuqtalari va boshqa kislorod borish nuqtalari bilan ishladik. Qizlar muolajaga inshaalloh bemalol bir kun oldin yozdirib kelaverasizlar. Muolajalarimiz har kun davom etyapti.